Bu gün biz için matemlik bir gün, kaygılık bir gün. Lekin oxşaşlı bir vakitte bu gün bizning milliy ruhimizning texmo güçlengen, Xitoyga bo'lgan nafratimizning, Xitoyga bo'lgan farqimizning aniq o'tirg'i chiqqan bir kun deb o'ylayman. Mushu bir kunda eslab o'tsak, Shaoganda, Guangdongdagi Shaogandagi o'yinchoq fabrikasida Xitoyning mecburiy yo'tkab akayotgan qarindoshlarimiz shu yerda mecburiy emgak qilayotgan vaqtda Xitoy xalqining o'zi norozilik bildirib, nurg'ulg'an qarindoshlarimizni vahshiylarcha urib o'ldirgan edi. 6-oyning 26-kuni. Keyin Xitoy hukumati hech qanday javobgarlik üstüge almadı, hech qanday bir tushuntirish bermadi. Mushu sabab bilan Urumchida bulup mu üniversite o'quvchilari boshlatgan, ya'ni nima bo'ldi bizning dadalarımızga, akalarımızga nima bo'ldi deb shuning hisobini so'rash uchun va nimishqa bundaq shu mecburiy emgakdek Uyg'urlarni yo'tkab olib ketib, mushu ishlar davom qiladi, mushunaq ishlarga sabab bo'ladi deyish uchun, ya'ni o'zining haq huquqini so'rash, qo'g'dash uchun tinchlik bilan hatta Xitoy bayrog'ini qo'lga olib turib başlatgan namoyishini Xitoy saqchilari noiti vahshiylarcha bostirdi, hammanglar bilsizlar. Şunun bilan texmi ko'p odam qo'shilib 7-oyning 5-kuni Urumchida cho'ng bir voqea chiqib, Uyg'urlarimiz hech qanday nimadan qo'rqmay qo'zg'olib chiqib, haq adolatni so'ragan vaqtida bostirilib, bu ish texmi cho'ng bo'lib, hammamiz xalqaro medialarda ko'rdik. Xuddi Xitoy o'zining hikoyasini Uyg'urlar Xitoylarga atlangandek bir şekilde anlattı. Lekin biz Uyg'urlarimiz sonimiz az bo'lsa-mu, dünyanın her qanday yerda jim turmadik. Shu kuni Uyg'urlarimiz o'rnidan dast turib, bütün o'zimiz bilgan, o'zimiz ko'rgan xabarlarni media bilan o'rtoqlashdik. Shu şekilde Urumchi vakası deb Xitoy atgan edi. Amaliyotda buning bir Urumchi qatliam ekanligini, buning bir irqiy qirg'inchilikning boshlanishi ekanligini va buning bir Uyg'urlardagi sunmas ruhning, qo'rqmas bir ruhning ifodalangan bir kun ekanligini bütün mediaga biz qo'limizdan kelganicha dedik. Sizlar bilgandek shunda bir qilayotgan Barım vakası bo'lsin, G'ulji qatliamı bo'lsin, uningdan keyin bundachi har qatim qilatdi. Urumchi vakası, Urumchi qatliamı bo'ldi va hammanglar bilgandek 2017-yildan boshlab, 2016-17dan boshlab asosliq sababi, maqsadi Xitoy hukumatiga, Xitoy elchisiga va dunyoga biz Uyg'urlarning Xitoyning mushunaq qo'rqitib, qirib yo'qitman deyishi bilan to'xtab qolmaydiganligini jakarlash. Biz Uyg'urlarning milliy vazifasi, milliy burchi 5-iyul chiqib, hech bo'lmasa bu yerda bizga to'pponcha tanlab turgan, avtomat tanlab turgan askar yo'q, saqchi yo'q, erkin ozod namoyish qilinglar deydi. Shularga bo'lgan bir hissdashligimiz har 5-iyul biz uchun cho'ng mushlar boshqasi turib, bu namoyishni qo'zg'agan odamlarni uchun burun bayramlarni bağladılar. Muşkisi artık nurun analarını öpüp, sınır kardeşlerine Urumchining ko'chasida xon oqqan. Urumchining ko'chasida ko'zlidan saldak yosh oqqan. Mushu namoyish bolasi bilan nurg'un yosh bolalarni turmularga tashlagan, o'ldirgan. Bu namoyish butun vatanimiz Sharqiy Turkistonni, Uyg'uristonni, xalqimizni o'yg'otib, butun dunyoni o'yg'otgan. Amerika Kongresi'ndekiler, 50'lerden beri çıkan şu günü, Amerika Kongresi'ndeki Christopher Smith, James McCallum, bütün kongres azaları Aksaray'ın altına gelip, muşan ülüvattan adamlar çıkmayı, biz bilen tek namayış küçük çıkan. Demek bütün dünya bozulgan gün, hem her bütün vatanını azaltmak için, vatanını içeri kurup, mülkün asılı kurup, aşı kurgulan bütün dünyada dünyada erkinlikler kanalı verildiğini hep derken tüm bu namayı sizin inkılapçı çevrilmeklerinde aşı şerefine bakanlar kurumunu yıkmaklarla muşunda kalkın. Bugünkü namayışta demiş bunda çıktı. Muş öyle orta adamlar neyle benden de
çekevatkanlar olsun. Meyli bağlarlar olsun. Meyli bağlarlar olsun. Bu namayışta topluyor. Kalırım korktukken erkekten dönüş gitti. Kapamanlar dedikken. Ben korkmam deme. Ömer korkmamdı. Elpidar korkmamdı. Zübeyde Tursunay korkmamdı. Muş çıkan Nur Mehmet'e muşlar korkmamdı. Hemimizden tukaları var. Muş ket elde turup berel pülgün ulumsanlar. Nemiş ki siyasi panalıktır dedimler. Nemiş ki çıksınlar bir yerde. Muşu siyasi panalıklar. Aş pülgülügen Allah bedelice. Aş yıkılıgan köz yaşla bedelice. Aş azap tatkan pürlü iniravat Allah bedelice. Biz eyvallah öyle var. Xitay qaysi usulunu işletivatırdı oyunlarına. Aldırmayın küçük üylüdüğün okullarını bir yetivatırdı. Küçük balılarımızı askerlik apırıp, toğunu turup toğunluğunu askerlikte öldürüyordu. Ayarlarımızı anda bağlı bile öldürüyordu. Vatanda aşında kıvatıksız, vatanın peşinde özümüzü tutup kılıp, vatanı azat kılış için Muş'un namayış çıkan, vatanının davasını tonuyduğun, vatanını tonuyduğun, munus kılıdığın namayış çıkan kıyırındaşlarım, Kağan zat atmaydık Allah'a, teşvik kılıştın irinmenler. Ulanı yetekleştin irinmenler. Cüde kuludun tatip çıkınlar. Murder China! Murder China! Murder China! Murder China! We want freedom! We want freedom! We want freedom! We want freedom! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! We want independence! We want independence! Alaydı. Biz yana ko'lgan Xitoyning o'risi tushunmaylik, bu qadar da ahmoqlik yapaylik, o'zimizni ichib yashaylik. Mening umid qilganim, oxirgi paytda birdan bir umidim xalqimiz uyqumizni ochaylik. Aldanmaylik. Biz özümüz bo'lib yashaylik. Esimizda bo'laylikki, toki biz o'zimizning mustaqil tuprog'i, vatani, özümüzün uyida, özümüzün vatanida yaşamadıkça bizga huzur bo'lmaydi mangu. Siz hashamat uy ilib, hashamat mashinalar bilan ajoyib million dollarlarni pullarni tepib sizlar yashasanglarmi, u uy, u kosullar sizlarga uy bo'lmaydi mangu. Uy degan vatan, sevgi degan vatan, huzur deganni vatandan ola olamiz biz. İşonmasanglar, hammasini so'ranglar. Men vatandan siz yashayotgan o'tkazishlarni ochdim. Menimcha 40-50 yillik hatta vatanimizda o'lib ketgan G'ulomidin Paxta akaning hayotini uy kunlik ko'zim bor. Yig'lab o'lib ketgan shu rahmatligidan. Vatanning tuprog'ini bir chindan akagan tuprog'ini tuprog'imga tashlanglar deb tuprog'iga o'zib at, o'sha qilib qo'yinglar deb imomga vatanning tuprog'ining tuprog'i o'ldi deb. Biz mashta hasrat o'tib ketamiz. Shu hasrat, ashta nadolatda yashamaydi deydiganmiz, uyqumizni ochaylik. Uyg'ur bo'lib yashaylik, o'zimizning milliy kimligimizni, tuprog'imizni, mustaqilligimizni, eng oxirgi bir tal avlodimiz, bir tal xalqimiz, bir tal Uyg'ur xalqicha urushaylik, ko'rishaylik. Agar shunday qilsak, biz tarix betidan uchirilib chiqib ketamiz. Ko'rishaylik xalqim, shu munosabatda aytaman. We want freedom! China stop the killing! China stop the killing! Killing of Uyghurs! Killing of Uyghurs! China stop the killing! China stop the killing! Killing of Uyghurs! Killing of Uyghurs! China stop the massacre! China stop the massacre! China stop the massacre! China stop the massacre! China stop the torture! 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 China stop the massacre! China stop the massacre! China stop the massacre! China stop the massacre! China stop the genocide! China stop the genocide! China stop the genocide! China stop the genocide! We want freedom! We want freedom! Xi Jinping is a murderer! Xi Jinping is a murderer! Xi Jinping is a murderer! China is killer! China is the killer! China stop the massacre! China stop the massacre! China stop the torture! China stop the tortures! China stop the torture! China stop the torture! China release the prisoners! China release the prisoners! China release the political prisoners! China release the
orqali inşallah biz özümüzdeki maqsadga erishimiz. Ümidsiz bo'lmanglar. Bir yer iyilib ketmaydi. Özümüzdeki Uyg'urligini, özümüzün kimligini, özümüzün müşahede ümit kutuvacılığı hakkında. 20-30 milyon talep, bu Amerika'daki filmdaşlarının ümit kutuvacılığı. Muşuların ki her namayışı ulanın yürütüge tutulsun. Her çıkarılan avazı edip, özümüz fidakarlık kılıp, onundaki maqsadımızga erişimiz. Bulmusu bayan Zübeyir'e mi degende hiç ya bizning vatanimiz bo'lmaydi. Albatta